أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge duayı salam yollab bo'lgandan keyin maqsadga kelsak, bugun boshlamoqchi bo'lgan kitobimiz bo'lsa aqida haqida yozilgan salaf solihlarning sheyxi bo'lgan sheyxuna imamuna imamul a'zam Abu Hanife An-Nu'man ibn Thabit radıyallahu teala anhu ve ardah yazgan Fiqhul Ekber namlıq şu kitabını okuyumuz. Ve biz bu Fiqhul Ekber degan kitap bilan birga bu kitapның şerhlerinden intayin o'zi qisqacha yozilgan, balki intayin yaxshi yozilgan Sharh Abil Muntaha Ahmad ibn Muhammad Al-Maghnisawi rahimahullah yazgan. Bu zat Hicriye'nin 1000. yılı vefat bo'lgan. Hicriye'nin 1000. yılı vefat bo'lgan zat şerhini birga o'qiymiz. Oldi bilan matnni o'qiymiz, undan keyin sharhini o'qiymiz. Endi biz oldi bilan bu Fiqhul Ekber degan kitobni qanchalik biz sifatlasak sifat qilolmaymiz. Bu kitap intayin ulug' bir kitap. O'zi qisqacha. Lekin bununla bütün ehl-i sünnet ve cemaat akidesini İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah toplab yazıp bo'lgan. İmam-ı Azam bizge nakil kılınıp kelgan kitaplar taxminen 19 parçaga yetadi. Bu kitaplardan birincisi akide diye yazılan kitap Fiqhul Ekber. İkincisi akide hakkında Fiqhul Ebsat. Üçüncüsü El-Vasiyye. Dördüncüsü El-Alim vel-Muteallim. Beşincisi Musned Ebu Hanife hadis hakkında yazgan. Altıncısı El-Maksud ilmi sarf hakkında yazgan. Yedincisi Vasiyye yani üzerindeki oğlu Hammad ibn Ebu Hanife üzerindeki oğlu Hammad yazgan Vasiyye denen kitap. Sekizincisi üzerinde şagirdi Yusuf ibn Halid el-Basri yazgan Vasiyye. Dokuzuncusu üzerinde şagirdi Kadi Ebu Yusuf Yakub ibn İbrahim El-Ansari rahimahullah yazgan Vasiyye. Onuncusu Osman el-Betti yazgan Risale. 11'incisi Osman el-Betti yazgan yeni bir Risale. 12'incisi Dehlilerden birlikte yazgan Mücadele. 13'incisi Ma'rifetul Mezahib diye kitap. 14'incisi El-Davabitul Thalatha. 15'incisi Risale fil Faraid. Miras hakkında yazgan Risale diye bir Risale. 16'ncisi Ebu Hanife rahimahullah'ın duası diye kitap. Dua. 17'ncisi Muhatabetu Ebu Hanife ma'a Cafer ibn Muhammed ibn Ahmed Rıda diye kitap. 18'incisi Fetava Ebu Hanife ve Muhammed ibn Hasan el-Şeybani. 19'uncisi El-Kasidetul Kafiye El-Na'maniye. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le medihlep yazan kitap. Mana bu kitaplarni hamma İmam Azam Ebu Hanife o'z qo'li yozgan emas, lekin talipleri ağızdan imla qilib yozib olgan kitaplardan. Tabii ki fiqhdagi meselelerinin 1.250.000 takmini meselelerini aşı şagirdlerini oturup ya mağazı bize oturup koygan. Hem de bu Fiqhul Ekber'den bu kitaptaki şerhleri intayin köp. Hem de en meşhur şerhlerden biri Mulla Ali Qari rahimahullah. Mulla Ali Qari rahimahullah yazgan منحو الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر نملق بالكتاب إنتاين مولا علي قاري رحمه الله بك كاملتب ونه çok acayip yaxshi yazgan bir şerh. Lekin bu şerh intayin uzun. Buni yanada o'qish boshqa ig'ir kelib qoladi. Ama Fiqhul Ekber degan kitap qadimiy usulda yozilgan kitap bo'lg'achqa bu intayin bir qisqacha yig'inchoq bir yanada o'qish boshlovchilar uchun yig'inchoq bir sharhga intayin muhtoj.
Shuning uchun men shu sharhni tanladim. U bo'lsa, shu Mag'in Saviy rahimahulloh yozgan. Bu olim ham intayin bu olimniki bizniki Hanafi mazhabidan o'rni yuqori bo'lgan bir olim. Buni biz agar yozimizga tursak hozir bir muncha vaqt oladi. Shuning uchun bu dastlabki mustava saviyali kitob bo'lganligi uchun biz asosiy maqsadga kirib ketaylik. Endi Al-Mag'ni Saviy rahimahulloh o'ziniki shu Fiqh akbarga sharhsiga qadam ilishdan burun kitobini muqaddima qilib bunday boshladi-da. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi hadana ila tariqi ahli sunnati vel jamaa bi fadlihil azim. Har bir hamd sana bizni ahli sunnah vel cemaat yo'liga o'zining katta fazl marhamat bilan boshlagan zot Allohga bo'lsin. Ve salatu vesselamu ala rasulihi ve habibihi Muhammed ellezî kâne ala hulukin azim. Duayı salam Allah'ın Resulü Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun ki o zat intayin katta ahlak üstüdeydi. Ve ala alihi ve ashabihi edda'ine ila sırat-ı müstakim. Ve duayı salam Resulullah'ın aile tavabatlarına ve sahabelerine olsun ki o zatlar olsa doğru yolga çakırıcılar idi. Amma ba'd. Allah Teala hamdü sana Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla yo'llab bo'lgandan keyin maqsad kelsak fayaqulul abdud daiful mudnibu abil muntaha asamahullohul kabirul karim anil xatoya vel maasi ve minel i'tiqadil fasidil aqim. Endi ojiz gunohkor banda abul muntaha shundoq deydi-ki, endi biz ojiz gunohkor banda degani adasek bu nadi bir fasık, fajir, eskiden çoğuken de kasak olmaydı. Yani bizdeki selefler, alimler devamlı üzünü tüven tutudu. Çünkü kaçan ki men dep üzünü çoğun bilgen adam halak buladı. Şeytan ne dep halak buldu? Şeytan halakteni min narin ve halaktahu min tin. Sen diyen meni otun yarattın. Men diyen otun yaraldım. Adem laydın yaraldı. Otun yaralgan bunda kattı mahluk ya laydek bir narsani yaralgan tüven mahlukka saydıqsı bulamdı dep şunda kibir qilib men deganlik uchun iblis la'natkarda mal'un bo'ldi. Shuning uchun biz abadan men degan gapni qo'yishimiz, men degan olim, men degan abid, men degan gapni abadan deyishni saqlashimiz kerak. Davomli o'zimizni eng tuvan chaqlashimiz kerak. Barcha buğday men saman, barcha yaxshi men yaman deyishimiz kerak. Mana hani Musa dedi ki asamahullahu Allah Teala bu zat ne? Yani Allah diyen büyük, hürmetlik, isil zat Allah bu zat ne? Hatalıklardan, günah masiyetlerden saklasın ve tuğmas boğan pasit itikatlardan saklasın. Akim diyen tuğmas diyen yani berkiti yok. Buzuk itikat diyen berkiti yok. Akim diyen yani tuğmas ayaldek bunun bereket yok bo'lgan, belki halaket var bo'lgan. Bunda buzuk akidelerden Allah Teala üzü saklasın. İnne kitabel fiqhil ekber ellezî sannefehul imamul a'zamu kitabun sahihun makbul. Şüphesiz ki İmam Azam Ebu Hanife Nu'man ibn Thabit radıyallahu teala anhu ve ardah yazgan Fiqhul Ekber namlı bu kitap hakikaten mu toğra ve makbul bo'lgan hammasi bütün ahli sünnet ve cemaat qabul qilgan Allah Teala qabuliyatni yozgan bir to'g'ri bir kitobdir. Qala Shaykhul Imam Fakhrul Islam Ali al-Bazdawi rahimahullah. Endi Shayx İmam Fakhrul Islam Ali Bazdawi rahimahullah o'zining usul fiqh kitobida biz so'zlab o'tib qo'ydim. Shayx Usul Bazdawi bizniki usul fiqh kitobidagi eng cho'ng bir tog' alomatlardan biri bo'lgan büyük, mühim bir kitap hem de. Muşu Ali Bazdawi rahimahullah usul fiqhda şunda deydi. El-ilmu nev'an. İlim iki türlük buludu. Biri ilmu tevhidi ve sıfat. Bunun biri tevhid ve sıfat ilmi. Yeni biri olsa ilmul fiqhi ve şerai ve ahkam. Yani fiqhi, şeriat, hüküm bilimleri. Dep iki gibi buludu. Vel aslu fin nev'il evveli. Yani birinci nev'ide yani ilmu tevhidi ve sıfat diyen birinci türde aslı kaide kası delil bolsa ettevva ettemessuku bil kitabi ve sünnet.
Yani kitap ve sünnetki esiliş ve mucanebetul hava vel bid'a. Havayı heves bid'atten saklanış, yarak duruş. Vel luzumu tariki ehli sünneti vel cema'a. Ehli sünnet vel cemaat yolunu lazım tutuş. Ellezî kâne aleyhis sahabetu ve tabi'un. Yani sahabeler ve tabi'inler boğan, üstüde boğan ehli sünnet ve cemaat yolunu çın lazım tutuş. Ve medâ aleyhis selefus salihun. Salih selefler şunu mangan, şu yolunu çın tutuş. Ve huvellezî aleyhi edraknâ meşâihana. Ani şu yol, şu ehli sünnet ve cemaat yolu, sahabe tabi'inlerin yolu, selef salihlerin yolu olsa, bizning mashayixlarimizni tapgan yo'ldir. Bizning mashayix ustozlarimiz tutmagan yo'lning o'zi shu salaf solihlarning yo'lidir. Va kana ala zalika salafuna. Bizning salaf solihlarimiz shu yo'lda edi. Yani bizning salaf solihlarimiz kim? Salaf deganda kim murod desa, yani Abu Hanifa, Abu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahullohlar, ularning umumiy ashablari. Allah Teala ularga hammaga rahim qilsin. Salaf solihlarimizning tutmagan yo'li Ehl-i sünnet ve cemaatinin yolu şu. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah hicretinin 80. yılı. Bir rivayet 70, bir rivayet 80. 80. yılı doğulgan şu dört mezhep alimlerinin Resulullah'a en yakını. İmam Malik mu? Şiin. 90 nece doğulgan. En yakını, Resulullah'a en yakını. Hatta sahabelerden bir kanca sahabını görgen. Sahabelerden bir kanca sahabelarını öz küz bilen İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah kögenin tabi'i. Peygamber İslam hayrul kuruni qarni thummellezine yelunahum thummellezine yelunahum. Zamanının en yaxşı benim zamanım. Sahabe zamanısı. Ondan keyin ular yandaşqalar tabi'i zamanısı. Ondan keyin onun yandaşqalar tabi'i zamanısı. Demek selef degan şu zamanı. Şu devir selef deb hisoblanadi. Ondan keyin gele halaf. Ondan keyin kelganlarmisi halaf. Endi hozir kelgan biz selefi deganlar bir telef. Bu telefiydi. Buzuldu Allah yani. Allah Teala hemmimizni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin. Xo'sh, endi biz Fiqhul Akbarniki matniga kirib ketaylik. İmam-ı Azam Ebu Hanife Nu'man ibn Sabit radıyallahu teala anhu ardahning yazgan Fiqhul Akbar nomli bu kitobiniki matniga kirib ketaylik. El-İmam rahimahullah bu kitabını Bismillahirrahmanirrahim deb başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah özündeki bu Fiqhul Akbar namlı kitabıda Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte gelgen ki kullu emrin zibalin lem yubda bihi bi bismillahi fehuve ebter fehuve akta'. Yani her kandak bir iş Bismillah bilen başlanmagan her kandak bir işnin kuyruq kesik, berkiti yok, ahirsi yok diye hadis amal kılıp Bismillahirrahmanirrahim bilen başladı ve dedi ki aslu tevhidi ve ma yasihhul i'tiqadu aleyhi. Tevhidinin asli. Tevhid diyen bu bir çoğun bir bilim. Tevhidde ilahiyat, nubuvvat, uhraviyat, yani sem'iyyat, gaybiyat deb atıldı. Bu üçkü bilinadi. Bir kısmı fakat Allah Teala'nın zatı bilen nima yapıldı, tadqiqat yapıldı. Allah Teala'nın zatı alaqadar itiqat bu. İkinci kısmı peygamberler. Peygamber Aleyhisselam bu bo'lgan işte nübüvvet deymiz. Şu Peygamber Aleyhisselam'daki mucizeleri hakkındaki Peygamber Aleyhisselam hakkındaki bo'lgan itiqatlar. Üçüncüsü bo'lsa şu desa ahiretki bo'lgan. Yani kabir azapları hakkındaki ahiretteki bu itiqatlarda çoğun cihetten üçkü bilinadi. Hem de şu üçlükki aslisi var mı? Asl. Asasi rukunları var. Hem de bizge şu asasi rukunni sözlep berdi. İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah. Çünkü Cibril Aleyhisselam'ın hadisida bizge tushuntirib bergan. Cibril Aleyhisselam kelib, aş qapqar kiyim, qapqar chashliq, ap-ak kiyim holatda kelib Peygamber Aleyhisselam'dan so'ragan mal iman, mal islam, mal ihson deb so'ragan edi. Va hammasidan Peygamber Aleyhisselam javob bergandan keyin Cibril Aleyhisselam ketib qolgandan keyin ma ashratus sa'a deb so'radi. Cibril Aleyhisselam ketgandan keyin Peygamber Aleyhisselam bu Cibrildir. Bu sizlarga dininglarni o'rgatib qo'yish uchun keldi dedi.
Ya'ni din deb atadi. Demak bizning islom dinimiz islom, ihson. Iymon, islom, ihson va qiyomatning alomati. Qiyomat tayyorlik qilish. Bu 4 narsadan bizning islom dini shakllanadi. Din shakllanadi. Endi mana endi shu Jibril alayhisolamning hadisi bizniki aqida. Aqidamizniki ahli sunnat va jamoat va butun islom aqidasiniki aslisi shu hadis. Shu hadis. Ya'ni iymon. Aqida deganimiz nima? Ilmul e'tiqod, ilmul tavhid deganimiz ya'ni iymon bilimi degan gap. Bizniki shariat, islom dini iymondan, islomdan, ihsondan va qiyomatning alomatlariga tayyorlik qilishdan. Shu 4 narsadan tarkib topgan. Biz dastlabda iymon etib musulmon bo'lamiz. Iymon etib mu'min bo'lamiz, ishonamiz. Iymon degan nima? Undan keyin iymon etib bo'lgandan keyin o'sha iymonimizning taqozosi bo'lgan islomga bo'ysunamiz. Undan keyin islomga bo'ysungandan keyin ham bu bo'ysungan islomimizni ihson bilan qilamiz. Ya'ni ixlos bilan. Xuddi Alloh taolaning ko'rib turgandek. Undan keyin davomli qiyomat qayimdan qo'rqib shuni tayyorlab turamiz. Mana bu bizning islom dini. Din degan bu shu. Endi shu Imom Azam rahimahulloh salaf bo'lganlik uchun dastlabda shu hadisniki dastlabdan boshlaydi-da. Ya'ni aslu tavhidi va ma yasihul i'tiqadu alayhi. Tavhidning asli va e'tiqod qilish to'g'ri bo'lgan narsa. Men shuni e'tiqod qilsam bo'ldi ekan-ku deb e'tiqod qilish to'g'ri bo'lgan e'tiqod nima? Yajibu ay yaqul. Musulmon mundaq deyishi lozim. Yajibu degan mundaq deyishi vojib bo'ladi. Demak biz mundaq deyish vojib bo'ladi degan gapni nima deb bildik biz? Demak mush so'zni o'zidan iymon degan qalbda, tasdiqun bil qalb va iqrorun bil lisan. Mush yaqul degan gaplar nima? Faqat qalbda bo'lsa bo'lmaydi ekan, buni deyish kerak ekan degan gap chiqib o'tadi. Al-iymon degan gap mishan bildik mana. Al-iymon tasdiqun bil qalbi va iqrorun bil lisan degan bu Imom Azamniki mush qildi. Yaqul degan gap chiqib o'tadi. Nima deyish kerak ekan, nima deb qalb bilan tasdiqlash va tilda ishonish kerak ekan desa, yaqul amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val ba'thi ba'dal mauti val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Mana mushuni. Ya'ni men Allohga iymon etdim. Allohning farishtalariga iymon etdim. Kitoblariga iymon etdim. Payg'ambarlarga iymon etdim. O'lgandan keyin tirilishga iymon etdim. Qazo va qadarning yaxshiligi, yomonligi Alloh taolo tarafidan ekanligiga iymon etdim. Deyishi vojib, ya'ni farz. Men mu'min bo'laman degan odam cho'qim shuning hammasiga ishonish kerak. Hammasiga dilida ishonib, dil bilan tasdiq solib, tilida iqror qilib aytish kerak bu shuni. Unda bo'lganda nima bo'ladi bu? Mu'min bo'ladi. Unda bo'lganda iymon keltirgan bo'ladi. Iymon keltirgan bo'ladi. Endi xo'sh. Biz iymon deganni deb tushuntirdik. Al-iymon tasdiqun bil qalbi va iqrorun bil lisan dedik. Endi mushu tasdiqun bil qalb bilan iqrorun bil lisonni keyingi ulamolar bir qancha turga bo'lgan. Bizniki ahli sunnat bu haqda cho'ng jihatni ikkiga bo'lganda biri nima deydi? Mushu tasdiqun bil qalb va iqrorun bil lison degan ikkinchisi rukun. Ruknan iymonning ikki rukni bor. Birinchi ruknisi tasdiqun bil qalb, ikkinchi ruknisi iqrorun bil lison. Ammo bu ikkinchi rukun, birinchi rukun asli. Tasdiqun bil qalb rukun asli, ammo ikkinchi rukun zaid. Yahtamilu suquta inda al-ikrah. Ya'ni zo'rlangan, majburlangan chaqda saqit bo'lish ehtimoli bor bo'lgan ziyoda rukun. Anladın? Al-iman lahu ruknan. Ruknun asli ve ruknun zaid. Ruknun asli huwa tasdiqun bil qalb. ولا يحتمل السقوط أبدا. والركن الثاني هو ركن زائد هو إقرار باللسان هو يحتمل السقوط عند الإكراه. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala eğer bir adam kim ki eğer aynı iman diyeceğiniz zorlansın, mecburlansa kalbi iman ve kalbuhu mutmainnun bil iman, kalbi iman bilen
liq tushab, xotirjam aram topgan holatda turib, agar tilida bir narsani deb solsa, Alloh taolo uning gunohini kechirib o'tadi. Deganlik uchun endi mau rukun zaid. Bu rukun zaid. Shuning uchun agar bir odam noit o'tirg'ilib qiynalib qolgan chog'da agarda endi tilda kufrni so'zlab solsa, qalbida iymon liq tushgan bo'lsa, Alloh taolo gunohini o'tib o'tadi. Shuning uchun bu rukun zaid deganlar. Degan bir ko'z qarash bor mazhabda. Yeni bir ko'z qarash bo'lsa, mau iymonning bir rukni bor. Rukun asli bo'lsa, tasdiqun bil qalb. İkincisi nima? Bu shart. Onun şart rukun emas. Yani tasdiqun ve ikrarun bil lisan bu nima? Şart. Şartun li icra'i ahkamid dunya. Yani dünya ahkamlarını icra qilish uchun nima? Şart. Yani bir adamni biz Müslüman deb hukm qilishimiz uchun, Müslüman deb islomdagi hukmlarni buni yurgizishimiz uchun buning cho'qim tilida la ilaha illalloh Muhammedur Rasululloh deb iymon etib, shu 5 iymonga iymon etish nima? Vojib. Iymon etish vojib. Agar bir adam qalbida Müslüman bo'lib turib, tilida iymon etmasa, buning kufrniki hukm beriladi. Kafir deb, bu dunyoda kafir deb hukm beriladi. Oxiratdagi ahvol Allohga emanet. Buni qalbini Alloh biladi. Biz bilmaymiz qalbini. Tushundingmi? Bu şartun nima deymiz shunga? Şartun li ijra'i ahkamid dunya. Yani shuning uchun demak bizda ahli sunnatniki o'z qarashimiz ikki, cho'ng jarm ikkiga bo'linadi. Endi bu Ash'arilar, Maturidiylarning ikkisi o'rtasida o'rtaq. Tushundingmi? Bu ko'z qarash. Endi bizda ahli hadis deb bir, ya'ni ahli sunnat ichida ahli hadis deb yana bir farqi bor. Bular Vahabiylar emas bular. Ahli hadis. İmam Şafii boshchiligi masalan. Bular nima deydi desa, al-imanu tasdiqun bil qalbi ve iqrarun bil lisani ve amalun bil arkan. Deb tushuntiradi. Iymon degan qalb bilan tasdiqlash, til bilan iqror qilish ve a'zolar bilan amal qilish. Deb tushuntiradi. Lekin bularmi mush ahli sunnat, mushlar ahli hadismi ham, ya'ni biz bilan bu ixtilof lafzi. Qanday lafzi desa, bularmi nima demaydi o? Bir adam bunda degandek qilgan bilan, amalim bir arkan degan bilan ahli sunnat hammasi birdek inson gunoh ma'siyat qilish bilan iymondan chiqib ketmaydi, kafir bo'lmaydi. Va Alloh taolo shirklam keltirmasa, Alloh taolo kafirlar bo'lmasa, dinga kirgizgan mush narsaga inkorlam qilmasa, mush 5 iymonga hech qaysi inkorlam qilmaydi ekan, gunoh ma'siyatlarni, gunoh kabir qilsasimi, bu nima? İmandan chiqib ketmaydi, kafir bo'lmaydi. Hatta İmam Buxoriymi alohida bob keltirgan kitobida. Alohida boblarni keltirgan va uni dalillarni keltirib, Alloh taolo Qur'on-i Karimda va in taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Yani mu'minlarning ikki toifa bir-birini o'ltirishib qolsa, yarashtirib qo'yinglar dedi. Odam o'ltirish eng cho'ng gunoh. Hatta o'ltirib salsam ikkisini orasida isloh qilinglar deganda Alloh taolo mu'min deb atadi mishada. Adam o'ltirishlarni iymoni chiqib ketmadi. Hatta hamda anda tuzak kiymaydi, tuzak kiydi. Alloh taolo bilan mag'firat qilsa, mag'firat qiladi. Bu tuzak kiyib, kuyib mu'min degandan keyin oxiratda jannatga kirdi degan gapimda. Deb ular ahli sunnat hammasi birdek ma'rifatda. Demak, anda bu qanday bo'ldi? Biz iymon degan qalb bilan tasdiqlash, tilda iqror qilish, amal qilish desak, bir adam namoz o'qimasa kofirdan gap chiqadi. Gunoh qilsa kofirdan gap chiqadi. Desa, demak bular bunda tushun deganda qon bilan bularni demakchi ana shuni demoqchi. Demak iymonning ikkiga bo'lingan. Biri kamalul iymon, yana biri aslul iymon. Aslul iymon nima? Aslul iymon bu 5. Bir yetirilgan 5 asl. Aslul iymon, aslul tavhid bu 5. Endi bu aslul iymon nima? Mush 5 ga ishongandan keyin bu ziyoda bo'lib ko'payib ketmaydi, kamlabmi ketmaydi. Shunday holatda turdi. Buni 100% ishonish kerak buni. Asl iymonga mush 5 ishonish kerak degan mush 5 ga 100% ishonish kerak. 99% bo'lib qolsa bu shak bo'lib qoladi. Shak bo'lib qolsa bu nima deb atalmaydi? Bu iymon deb atalmaydi. Shak o'z kufr bo'lib qoladi. Endi bizda kamalul iymon bor. Kamalul iymon hammasi mush amal, taat, amal, ibodatlar bilan. Payg'ambar alayhisalom iymondagi 70 puti qova, eng tuvini, eng yuqorisi la ilaha illalloh, eng tuvini yo'ldagi aziyat yo'q deb tutdi. İman bunu şuabul iman deb ataymiz buni. Şuabul iman. Kemalul iman. İmandaki putakları, şahları. Bu şahları asıl imanni unib chiqadi. Bu
Muşu 5 tane imanға haqiqiy chin qalbini tasdiqlab, til iqror qilgan odamniki qalbidan unib chiqadi bu shaxschilar, iymonning shaxschilari, hamma solih amallar. Ha, tushundingmi? Shuning bilan demak, undada asl iymon, kamal iymon deb, samarul iymon deb bo'lsak, u chaqda nima qilmaydi ekan? Imom Shofiy va ahli hadis demoqchi o'g'ini. Bu yerdagi iymon degan uchligini umumiy jihatdan qanday aytgan, ya'ni al-iymanu tasdiqun bil qalb, iqrorun bil lisan degani bu aslul iymon va amalun bil arkan degani chu kamalul iymon ekan. Demak, bu yerda ixtilof yo'q degan. Ammo xavarij guruhi nima deydi? İnsan günah meşet qildi, kafir bo'ldi deydi xavarijlar. Mu'tazila deydi, inson shunda günah kabir qildimi, iymonning doirasidan chiqib ketadi, kafirning doirasiga kirmaydi. O'tirdi bir fil manzilati baynal manzilatayn. Ikki manzilni o'tirdi, bir manzilda turib qoladi. Agar tavba qilib yansa, iymon doirasiga yenib kiradi, yanmasa shu ulab ketib qolsa kafir bo'lib ketadi, do'zaxga abadlab do'zaxga mahkum deydi Mu'tazila. Ahli sunnat bunday qilmaydi. Ahli sunnat agar inson Allohga shirklam keltirmaydi ekan, kafirlam bo'lmaydi ekan, mush 5 iymonni birga inkorlab qilmaydi ekan, buni bo'lmaydi, kafir bo'lmaydi, ammo fosiq bo'ladi. Agar tavba qilsa Alloh taolo buni mag'firat qiladi. Agar tavba qilmay ulab ketsa deganda Alloh agar xolisa buni mag'firat qiladi, agar xolisa azoblaydi. Alloh taolaning gadniga bir kimni azoblash vojib emas. Bir kimga rahmat qilish vojib emas. Xolisa azoblaydi, xolisa rahmat qiladi. Biz faqat Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lamiz, g'azabidan qo'rqamiz. Mush xavf rajoni orasida turamiz. Mana mush. Endi xo'sh, endi shu Imom Azam deydi, aslu tavhid va ma yas'ul i'tiqadu alayhi. Tavhidning aslisi va e'tiqod qilish to'g'ri bo'lgan e'tiqod nima deyish? Yaqul mundaq deyish kerak. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va ba'thi ba'dal maut val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Deb iymon etishi vojib. Bundan deymiz iymon mujmal. Iymon mujmal deymiz buni. Umumiy jihatdan iymon etish. Xo'sh, endi biz Mag'nisaviy rahimahullohniki shu sharhisini o'qiylik. Va qad sannafa Abu Hanifa rahimahulloh fi zalik. Endi Abu Hanifa rahimahulloh shu e'tiqod haqida Fiqhul Akbar nomli kitobini yozgan edi. Va zakara fihi isbat as-sifat. Endi bu shu Faxrul Islom Bazdaviy rahimahullohniki so'zining davomi ekan taqa. Va qad sannafa Abu Hanifa rahimahulloh, ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh mushu haqda, ya'ni ilmu tavhid va sifat haqida Fiqhul Akbar nomli kitobini yozdi. Va zakara fihi isbat as-sifat. Bu kitobida sifatlarni isbot qilishni va isbot taqdiril xayr va shar, yaxshilik va yomonlikni Alloh taolo tarafidan taqdir qilinganligini isbot qilishni zikr qilib tilga oldi. Va anna zalika kulluhu bi mashiatillah. Shuning hammasi Alloh taoloning xohishi bilan ekanligini tilga oldi. Ilahuna kalamu. Ya'ni mana mushagicha Faxrul Islom Bazdaviy rahimahullohning so'zi mushagicha deydi. Endi fa'arattu, ya'ni Mag'nisaviy rahimahulloh deydi-ki, maqsad kelib endi. Fa'arat shunda bo'lgandiki, men an ajma'a kalimatin min al-kitabi was sunnah. Men kitob sunnatdan va min al-kutubil mu'tabar kitoblardan to'plab bir so'zlarni to'plab bir kitob yozishni iroda qildim. Hatta takuna sharhan li hadha al-kitab ash-sharif al-latif. Bu ulug' va intayin nozik inchga bo'lgan bu kitobning sharhisi bo'lish uchun men Qur'ondan, hadisdan va mu'tabar kitoblardan so'zlarni to'plab bu kitob sharh yozishni iroda qildim. Deb deydiki, qala al-imam al-azam. Yani bu sharh boshlandi. Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh deydiki, aslu tavhid. Yani matndagi aslu tavhidni sharh qilyapti. Tavhidning asli, ay hadal kitob demakchi o'g'ini, ya'ni bu kitob fi bayani haqiqati tavhid. Tavhidning haqiqatini, mohiyatini bayon qilish haqida yozgan bir kitobdir. Va huwa fil lugha, va huwa fil lughati. Endi tavhid degan va huwa tavhid deganimiz lug'atda nima degan bo'ladi desa, al-hukmu bi anna ash-shay'a wahidun val ilmu bi annahu wahidun. Tavhid degan lug'at ma'nosi, ya'ni shay'ini bir deb hukm qilish va uni bir deb bilish degan bo'ldi.
Tevhid deganning ma'nosi bir şeyni bir deb hukm qilish va bir deb bilish. Demak tevhid deganning ma'nosi Alloh taolani bir deb hukm qilish, Alloh taolani bir deb bilish degan bo'ldi ma'nosi, e'tiqod qilish degan bo'ldi. Endi istilohdagi ma'nosi desa va fil istilohdagi ma'nosi at-tawhid huwa tajridu az-zat al-ilahiyyati an kulli ma yutasawwaru fil afhami ve yutakhayyalu fil awhami vel azhan. Yani endi tevhidniki istilohiy ma'nosi yani zat ilahi yani Alloh taolaning zatini fahmlarda, yani tushunchalarda va vahimlarda, zihinlarda, xiyollarda tasavvur qilinadigan, xiyol qilinadigan hamma narsadan yalang'ochlab, pok va munazzahlab bilish. Yani bizning kallamizga kelgan, xiyolimizga kelib qolgan andaqmidi, mundaqmidi deb Alloh taolaning zotini andaqmidi, unga o'xshaydiganmidi, bundaqmidi deb yani aqlimizga kelgan, xiyolimizga kelgan hamma narsalardan nima pok munazzah deb ayirish, ajratish. Mana bu shu tevhid degan bo'ladi. Bizniki ahli sunnat jamoatning ko'z qarashiga tevhid ma bu. Bizning tevhidimiz ma bu. Ve ma'na kavnillahi ta'ala vahidan. Endi xo'sh, Alloh taolaning bir bo'lishining ma'nosi Alloh taolo bir. Biz Alloh taolo zotidan bir, sifatidan bir degan ma'nosi nima? Desa, buni ma'nosida o'tib nafyul inqisami fi zatihi ta'ala ve nefyus şebihi ve şeriki fi zatihi ve sıfatı. Yani Allah Teala'nın bir buluşunun ma'nosi, Allah Teala bir deganning ma'nosi, yani Allah Teala zatida boshqa bo'laklarga bo'linmaydi. Va Alloh Teala boshqa bir narsalarga o'xshamaydi. Alloh Teala'ning shirki yo'q degan bo'ldi. Ya'ni Alloh Teala bir deganning ma'nosi, Alloh Teala boshqa juz'iylarga, bo'laklarga nima? Parchalarga bo'linmaydi, la yatajazza. Bo'linmaydi. Yani bunda Alloh Teala qo'l, yuz, pochoq degandek narsadan tarkib topgan degan emas. Biz mashina desak, mashina degan bir qancha parchadan tarkib topgan bo'ladi. Inson desak, inson bir qancha organdan tarkib topgan bo'ladi. Alloh taolo bir qancha organdan tarkib topgan. Alloh taolo bir parchalanmaydi degan gap. Tavhid degan ma'nosi. Bu bir. Uning keyinidan Alloh taolo bir deganimizni ya'ni yakki yigona, ya'ni boshqa o'qish yo'q degan gap. Nafiy shabi. Ya'ni hech qanday o'qishi yo'q. Ya'ni Alloh taoloning o'qishini nafiy inkor qilish degan bo'ladi. Allah Teala'nın yeni biri Allah Teala'nın şirki yok degan bo'ladi. Allah Teala'nın şirki ham yo'q degan bo'ladi. Allah Teala'nın zatida hech qanday o'qishi, shirki yo'q. Sifatlarida ham hech qanday o'qishi, shirki yo'q degan gap. Allah Teala'nın zatida bir, sifatida bir degan gap. Allah Teala'nın sifati bir degan gap emas. Allah Teala'nın 99 balki unda o'zi biladigan ziyoda sifatlar bor. Lekin har bir sifatida Allah Teala yakka yagona tanho. Bu sifat bilan maxluqlarni biz tilda ifodalash orqali sifatlaymiz, ammo amaliyotda haqiqiy sifat Allah Teala'nın maxluq kelgandan biz majoz. Bas ko'chma holatda ishlatiladi. Haqiqatda ishlatilmaydi. Va endi val i'tiqodu endi Imom Abu Hanifa rahimahullohniki va ma yasihu al-i'tiqodu alayhi degan qavlidagi e'tiqod degan so'z deyapti. E'tiqod degan nima degan gap? Desa, ya'ummul ilma. E'tiqod degan so'z ilmni o'z ichiga oladi. Ilmga am. Ilmga am. Ya'ummu al-ilma deydi. Yani e'tiqod qilish degan gap, demak, ikkisining orasida al-umum al-xusus mutlaq bor degan gap. E'tiqod deganning orasida bilish va e'tiqod qilish degan ikki ma'no bor. Bir odam bir narsani e'tiqod qilish uchun nima qilish kerak? Bilish kerak. Bir narsani jazman shunday deb e'tiqod qilish uchun, aqida bog'lash uchun chuqur buni %100 bilish kerak. Bilgandan keyin bog'lanadi. Shuning uchun e'tiqod degan gap bilishni o'z ichiga oladi degan gap. Ya'ummul ilma. Endi va huwa e'tiqod deganning o'z ma'nosi nima desa? Hukmun jazimun. E'tiqod degan nima desa? Va huwa hukmun jazimun la yaqbalu tashkik. Endi e'tiqod deganimiz hukmun jazimun la yaqbalu tashkik. Shak qilishni qabul qilmaydigan, qat'iy qabul qilmaydigan jazmlashgan bir hukm. E'tiqod degan gap va ma yasihul e'tiqodu alayhi e'tiqod degan ma'nosi nima? Hukmun jazimun la yaqbalu tashkik. Shakni qabul qilmaydigan qat'iy 100% jazmlashgan bir hukmni deb ataladi. E'tiqod deb ataladi. E'tiqod. Xo'sh, val e'tiqodul mashhur. Endi mashhur bo'lgan e'tiqod va huwa bu bo'lsa hukmun jazimun yaqbalu tashkik va indal ba'd endi mashhur bo'lgan e'tiqod, mashhur e'tiqod deganimiz bu
Yani tillada meşhur olan bir itikat var lazım. Ana atakid kide de bunda tillada meşhur olan bir itikat var. Bu itikat hükmün cazimun yakbalı teşkik. Şekni kubul kılıdığan. Bir cazimleştirilgen bir hüküm. Şekni kubul kılıdığan. Bu tillada hazır meşhur olan bir itikat. Ve indel bazıdan kıskarcıda ya'ummu zanne eydan. Gumanğı hem an buluduğan bir itikat. Yani ey kema ya'ummul itikad el meşhur. Yani hoş emdi ben size bir şey depirgamı yappa. Bizde şuhul baskışı var. Bir neslerini biliş için. Birincisi cehil. Sıfır. Cehil deyince bilmezlik. Onun kendin 0%. Bir nesli boğamının bilmem 0% bolsa bu ne batılıdı? Cehil de batılıdı. Onun ki 0%'den kütelip 50% geçe aylıktan ne batılıdı? Şek. 50% geçe bilsem şek kabulüm ben. Yani andak mıdı, emes mıdı? Şek de. 50%'den 100% geçe boğan aylıkta zan da batılıdı. 50%'den 51% çıkıp 51% 99% geçe ne batılıdı o? Bu zan da batılıdı. Ama 100% bilsem çoğu bu ilim de batılıdı. İlim. Şunu olma? Mana. Emdi yani 0% bilsem cehil. Onun kendin birden 49 yani 52 bilsem bu şek. 51'den 99 bilsem bu zan. Emdi 100% bilsem bunu ma ilim buludu. Emdi bu şu itikad cazim dediğimiz bu şu ilim. Em bu ilim iki xil buludu. Biri ilmul yakin yani biri aynel yakin buludu. Eğer 100% bilsem bir narsa anlap bilgen bolsam ne batılıdı bu 100% bu ilmul yakin buludu. Eğer öz küzüm bilen körüp bilgen bolsam şu bu aynel yakin buludu. Demek hatta anlap bilgenden körüp bilgen mənası ala. Bizde men anlagandın bir kögen ala dediğin yapma. Hoş emdi bir yerde demek çoğu neymiş? İtikad dediğimizde 100% bu itikad çünkü 100% tüketti ma o itikad bulanmaydı. Mani bile öyle gerek. Ama yani itikad meşhur bir tillada bu ana atakid ki yani ben bunda itikad kılayım ben bunda da kılayım diyen gaplar bu nemin hatta şeklimi ölçüp aldıgan, zannımı ölçüp aldıgan itikad. Bizim demek çoğunuz o emes demek lazım yani. Ha. Ve indel ba'd ya'ummu zanne aydan kema ya'ummul itikad el meşhur. Yani meşhur boğan itikadqa an boğandek zannumu hem bazen karşıda an buludu. Fe inne zannel galibellezî فإن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض معتبر في الإيمان. Çünkü zannul galibul lezî la yahturu ma'ahu unulen billah ihtimalun naqid yani karşılık ihtimali birlik kalbi keçmeydigan galip boğan zan imanda muteberri dedi. İmanda hem de bir adamın kalbide mesela 99% iken imanı 1% şek varken 1% ubu dese imanda ben bunu muteber deyimiz deydi. Hem de aslı kaide bu andaz bulmaydı. 100% buluş gerek. Lakin insanlar hem hoşlanmaz da. Hem bazen de 99% iman edildi o. Ata-anası Müslümanın balları ki onu bilecekler de biraz şek var. Bunu kafir demek de şey yap. Bunu Müslüman deyimiz. Mao kata demek mezhepler muş inçki meselede üçke bilim ketken buldu da. Şek güç falan olsa 50% güç ketken olsa bu Müslüman emas. Hem de zan kata ötken olsa hem de bunu kafir kata ötüyor mu yaşamaz hem de. Çünkü adamların imanımız hoşumaydı da. Fe inne imane ekseril avam kezalik dedi. Çünkü avamın nasıl küpüncüsünün imanı şunu okşaydı yani. Ola bücek kozaklarının bücek edip bir yerde şekli rafi koz. Çünkü ata-anası Müslüman oldu. Anladın. İlim bilen kitabını okup ispatlayanmagan dikkat ola. Onu biraz ziyade şek buluşu mümkün. Bunda adamda biz kafir dememiz hem de dedi. Demek şu yerde bir şu kız karşısına oturup kap koydu mesela. Hoş. Hem de yecibu en yekul. Yani itikad demek çok önemli. Bu hulasısı ne be? İtikad degen asli ne be? 100%. 100% ilim bulur. Yani bu mujundakta 100% cezimleşken hüküm ne batılıdı o? İtikad da batılıdı. Yani bazıları itikad içiga
zannimi kuyizib qo'yganligi bor. Ba'zida tashkik shaklimi kuyizib qo'yganligi bor da'vat. Yajibu an yaqul. Endi mundaq deyish vojib. Imom Azamda to'g'ri bo'lgan e'tiqod ne bir odam qilish uchun mundaq deyishi vojib bo'ladi dedi. Buni biya'il g'aybati, ya'ni yejibu, tejibu demay yejibu deb keltirdi deydi, biya'il g'ayba. Ya'ni ay yuftaradu alal mu'taqidi an yaqul. Ya'ni e'tiqod qiluvchiga mundaq deyishi vojib. Ani ma yasihul e'tiqod alayhi, uning e'tiqod qilishi to'g'ri bo'lgan e'tiqodning aslisi, aslu e'tiqod, aslu tavhid va ma yasihu al e'tiqod alayhi degan gap. Yejibu an yaqul degandiki yejibu damir na qaytadi desa yejibu alal mu'taqidi. Ya'ni shu to'g'ri bo'lgan asli tavhidning asliga e'tiqod qilgan, tavhidning aslini e'tiqod qilgan, to'g'ri bo'lgan e'tiqod qilgan odamga gandagi farz bo'lgan farz mundaq deyishi farzdir degan bo'ldi ma'nosi. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi vel ba'thi ba'dal mevti vel qadari khayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Yani bu bunda deyish kerak. Allohga iman etdim, farishtalarga iman etdim, kitoblarga iman etdim, payg'ambarlarga iman etdim. O'lganligini tirilishga va qazo va qadarning yaxshi yomonlik Allohning ekaniga iman etdim deb deyishiga farz degan bo'ldi ma'nosi deb. Musannif deydiki, qala ay yaqul. Musannif rahimahulloh Imom Azam ay yaqul dedi. Ve lem yaqul ay yu'mina billah. To'g'ri bo'lgan e'tiqod Allohga iman etishi vojib demadi. Balki mundaq deyishi farz dedi. İman etişi demeye yu'min etmeyi ay yaqul deb deyishi dedi. Nima qildi? Liyadulla ala anna al-iqrara ruknun fil iman. Ya'ni iqror qilish iymonning bir rukun ekanligiga dalolat qilish. Hamma kitobda yozilgan. Ya'ni iqror qilish iymonning bir rukun ekanligini ko'rsatish uchun dedi. Nima qilsa? Li anna asl al-iman. Chunki iymonning asli al-iqrar ve tasdiq bil ashya'i sittatil mazkura li qavli alayhisalom. Ya'ni Payg'ambar alayhisalomning so'zida tilga ilingan 6 narsaga dilda tasdiq qilish, tilida iqror qilish. 6 narsaga. Hozir men 5 taga o'xshayman. 5 dedimmi? 6 bo'lish kerak bu. Ana tilda xato izlasaptimi? Yani el-iman billah 1 ve malaikati 2 ve kutubi 3 ve rusuli 4 vel yevmil ahir 5 vel kadari khayri ve şerri min Allah Teala 6. Ve 5'te yani sabakul lisan mulaqabtu ağzını çıktı kaptu. El-imanu u bolsa Peygamber Aleyhisselam'ın kavlini ciddi hadistiki. Peygamber Aleyhisselam'daki Cibril'in hadisi da İmam Bukhari Müslim'e rivayet qilgan meşhur hadis. El-imanu iman degan Cibril Aleyhisselam so'radi. Mal iman deb so'raganda javob berdi dediki, iman degan an tu'mina billahi. Alloh taologa, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga iman etqaysan va tu'mina bil qadari khayrihi va sharri. Qazo va qadarning yaxshi yomonligi Alloh taolo tarafidan ekanligiga iman etqaysan degan hadisning jiddidin deydi. Xo'sh, endi biz Alloh taoloniki sıfatlarının hemmini bunun için kelimeden sözleyemiz. Ilmin akide bilimi olgandan keyin ilahiyat babında tabi sözleyemiz. Şunun için bir yerde şarih Allah Teala'nınki nimelerine şerh kılmadı. Oysa Allah Teala degen, Allah degen bu ismi zat, Allah Teala'nın zatının ismi. Manisi, lügat manisi ma'budu bihak diyen oldu. Hakiki ma'bud diyen oldu. Akide islahideki manisi olsa vacibel vücud. Vacibel vücud. Yani buluş vacip bo'lgan zat. Chunki şeyler vacip, mustahil, mumkin deb 3 xil bo'linadi. Hukm aqlida. Hukm 3 xil. Biri hukm aqli, yani biri hukm adi, yani biri hukm shar'iy. 3 xil hukm bor. Hamda o'sha hukm aqli bo'yicha Alloh taolaniki Allah degan nimasi degan bo'ldi? Yani vacibel vücud. Buluş vacip bo'lgan zat. Narsalar bizda buluş vacip bo'lgan. Bulushi mumkin emas. Bulushi mumkin bo'lmasligi mumkin deb 3 xil bo'linadi. Allah Teala buluşu vacip, bulmaydı. Allah Teala bulmagan olsa bu asman zemin, bu alam, bu kainat bulmagan bo'lardi. Chunki hech qanday narsa o'zicha paydo bo'lib qolmaydi. Aql qoidasida hech qanday bir narsa o'zicha paydo bo'lib qolmaydi. Xo'sh. Endi vel malaika, amadu billahi malaikatiga vel malaika farishta degan bu malakning ko'p shakli, malaika degan malakning ko'p shakli. Inda aksaril muslimin, musulmonlarning ko'p sonli musulmonlarning ko'z qarashida ajsamun latifatun,
Bu intayın nazik inçki bir cisimlardır ki qadiratun ala teşekkül degan xil şekillerge özgürlüşke qadir bolgan. Bir eşkali muhtelife. Bunda bir intayın cismi latifadır. İntayın inçke nazik bir cisimlardır. Munqasimetun ila kısmeyn. Bu iki kısmı bilen güçüdür. Ferişteler iki kısımga bilen güçüdür. Kısmun şa'nuhum el-istigraku fi ma'rifetil hakkı ve tenzih. Ve humul illiyun vel melaiketul mukarrabun. Bir kısım ulanın işi bolsa Allah Hak Ta'ala'nı tunuş, Hak Ta'ala'nı eyb nuqsandan pak deb itiqad qilish, paklash hakkında istig'roq qilib ketgan. Şunun g'arq qilib ketgan. Bular butunlay qilgan işi Allah Ta'ala'nı tunuş, Allah Ta'ala'nı tenzih qilish, Allah Ta'ala'ga tasbih etish, Allah Ta'ala'ga yusabbihunahu. Kecha kunduz Allah Ta'ala taat ibodat qilishga mashg'ul bo'lgan farishtalar. Bir qismi. Yani bular illiyun deb ataladi. Bular illiyun. Malaiketul mukarrabun deb atalgan farishtalar. Ve kısmın yana bir kısım var. Bular yudabbirul emra mines semai ilal ard. Osmandan tatip zimingacha bo'lgan ishlarni hammasini urunlashtiradigan Alloh taolo shular ishlarni topshirgan, ishlarni urunlashtiradigan farishtalar. Ala ma sabaqa bihil qada'u. Alloh taolo qadim azal ilmi azalida ve qada ve qadarda yozib etgan qoida bo'yicha falan bunda qildi, falan bunda qildi deb urunlashtirib etgan qoida bo'yicha. Ve jaral qalamul ilahi yani Allah Teala'nın ilahi kalemi yozib etgan qoida bo'yicha. Faminhum samawiyatun ve minhum ardiyya. Ulardan osmonda turadigan, maxsus osmonning ishlarini urunlashtirib turadigan osmonga muakkal farishtalar bor. Ulardan zaminga muakkal farishtalar bor. Alloh taolo farishtalarga ishlarni bilib taqdim bergan. Alloh taoloning yani qadimda Allah taolo yozib etgan bo'yicha farishtalarni yaratib shunda taqdim bergan. Lekin hammasini Alloh taoloning izni bilan, Alloh taoloning ruhsi bilan, Alloh taoloning ilmi bilan bo'ladi. Allah Teala'nın habersiz, Allah Teala'nın medetsiz, Allah Teala'nın yardımısız hiç iş bulunmaydı. Allah Teala'nın yardımısız kıt verilmeydi. Vel imanı bil kutub. Kitaplara iman isteyenin denge. Kitaplara iman isteyen gep. Huve tasdikul cazimu bi vücudiha. Yani şu kitapların ki barlıkını cezimleştirirken bu bir tasdik. Bu kitaplar ve bi enha kelamıdır. Yani birinci, ana Allah Teala'nın ki asmandan düşürgen, peygamberle düşürgen kitapları ameliyatı bardır. Rast düşürgen. Ve o şu düşürgen kitaplarımız Allah Teala'nın kelamıdır. Dep iman etiş. Ve cemi'ul kutubil munezzeleti alel rusul. Hem de peygamberler düşürgen cemi kitaplar olsa mi'atun ve erba'at kutub. 104 kitaptır deydi. Unzile ala Adem aleyhisselam minha aşaru sahayif. Adem aleyhisselam'a bu kitaplardan 10 sahife düşürüldü. 10 sahife. Şis aleyhisselam'a 50 sahife düşürüldü. İdris aleyhisselam'a 30 sahife düşürüldü. İbrahim aleyhisselam'a 10 sahife düşürüldü. Ve Musa aleyhisselam'a Tevrat düşürüldü. Zabur Davud aleyhisselam'a nazil kılındı. İncil İsa aleyhisselam'a nazil kılındı. Furkan bolsa bizim peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil kılındı. Hoş. Ve Resul, yani ve Resulü diyendik, ve Resul diyenimiz, peygamberler diyenimiz, men lehu, Resul diyen kim dese, Resul diyen, men lehu şeriatun. Onun şeriatı var. Ve kitabı var. Zaten bu Resul de batırıldı. Feyekunu ahassa minen nebi. Andavan gün Resul, nebidin nime hasrak buludu. Demek, Resul ile nebinin arasında el-husus vel-umum vel-husus mutlak var. Andavan gün, kullu Resulin nebiyyun ve leyse kullu nebiyyin Resule. Çünkü ama bunda çöndürmez. Kullu Resulin nebi ve la bilaks. Her kandak Resul nebi buludu ama hem nebi Resul olmaydı. Nimişqa degende çünkü Resul degenin öz adığı bir şeriatı buluş gerek ve öz adığı bir kitabı buluş gerek. Nebi degenin çok fakat Allah Teala'nın vehiylam kelgen bolsa boldu. Onun Allah'ıyla bir kitap şu şey vacip emez. Allah'ıyla onun şeriatı kanunu buluş vacip emez. Pekmuş. Ve inde ba'dil ulema bazı ulemaların göz karışı da Resul degen muradifun lin nebi. Nebininki muradifsi yani manada sözü. İkisi manası verir digenler hem var. Lakin bu sen aciz göz karış. Hocam vel imanu lazimun bi kulli nebiyyin. Emdi her bir nebiye miyadi demek çok ne? Miyadi ki ve rusulihi diyen gap nebi diyen manada altı demem bu senefe. Yani Rusul dese şeriatı vağan
Kur'an tushirganiga ishonamiz, qolganini ishonmaymiz degan gap chiqmaydi. Unda Muhammad Rasul nabiy degan ma'noda da'vat etdiki. Shunga vel iymanu yani her bir payg'ambarga uning kitob tushirilgan bo'lsin yoki tushirilmagan bo'lsin, har bir payg'ambarga iymon etish nima? Vojibdir, lozimdir. Xo'sh. Endi vel ba'si ba'dal maut dedik. Vel ba's degan nima? O'lgan degan tirilishaq uni iymon etdim dedikmi? Vel ba's degan huwa ay yab'asallohul mauta minal qubur. Alloh taolo o'liklarni qabrlardan qupurishi. Ba's degan gap bizni qo'zg'ash, avatish degan gap, ya'ni Alloh taolo o'liklarni qabrlardan tirildirib qupurishini nima ataladi? Ba's deb ataladi. Bi ay yajma'a ajza, qanday qilib desa bi ay yajma'a ajza'ahumul asliya ve yu'idal arwaha ilayha. Yani ularning asli juz'larini, bedendeki asli juz'i parçalarını toplab Alloh taolo ve ruhlarni shuni qaytarish orqali qabrlardan turg'izishi, qupurishi ko'zda tutilgan ba's degandan. Hatto xatni qilayotgan odamniki nimalarimi? Xatni qilayotgan, bunda kesayotgan odamlarniki tashlab o'tgan go'shtni asliga qaytib keldi. Aslida tug'ilgan, anadan tug'ilmadi dedi. Shunday holat edi. Aşık qilgan gap. Alloh taolo hammani qaytarib beradi asliga. Vel qadar. Qadar degan nima? Qadar degan masdar. Bi ma'na al-maqdur. Maqdur ma'nosida. Vel maqdur, ya'ni maqdur degan nima desa, maqdur bi ma'na al-muqaddar. Muqaddar ma'nosida. Ya'ni taqdir qilingan degan gap. Taqdir qilingan. Nima taqdir qilingan? Ya'ni bu qadar degan gap bizda qado va qadar. Qado va qadar. Qado degani hukm degan gap. Qadar degan taqdir degan gap. Endi bu taqdir degan nima? Hukm taqdir degan nima gap desa, mishada ulamolarning o'rtasida ixtilof bor. Ba'zilar qadoni avval deydi, taqdirni keyin deydi. Ba'zilar taqdirni avval, qadoni keyin deydi. Lekin taqdir avval, qado keyin bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo ilmi azl bilan bu ishning hamma ishning bo'lishini biladi. Ilmi azlda belgilab o'tgan. Taqdir. Endi şu ishlarniki oyunda Alloh taoloning ilmi bo'yicha bo'lishi qado. Ba'zilar bu ishni o'zi aks tushundiradi. Ya'ni qado degan Alloh taoloning ilmi azlida bunday bo'ldi, bunday bo'ldi deb hukm qilishi, qadar degan shu Alloh taoloning ilmiga muvofiq holda shu ishlarning yuzi bilishi. Buni tushunganlar. Ikkinchisi o'xshash bir gap. Endi menda inchki masala anda Alloh taolo hamma ish yozayotgan bo'lsa, biz undan taqdirdan tashqari ish bo'lmasa, biz hech qanday ixtiyor yo'qsa anda emas. Ya'ni bu bizda ixtiyorul kulli, ixtiyorul juz'iy deb ish narsa bor. Yani Alloh taolo taqdirda undaq bo'ldi, mundaq bo'ldi deb yozgan zodi. Ishlarni yozgan. Yozishi aniq. Alloh taolo o'zining ilmi azaliy bilan shu bizni munda shu bo'lganligini biladi. Lekin Alloh taoloning bilganligi, Alloh taoloning majburliganligi emas. Alloh taolo bizda bir juz'iy ixtiyor, ya'ni bunda qilman deb qila olmayman, qilmayman deb qilmayman degan bir ixtiyorni biz yaratgan Alloh taolo. Yaratgan. Shunda bir narsani biz tanlab namoz o'qiy deb ixtiyor qilib rasmiy keskin iroda kelgan Alloh taolo bizga namoz o'qishdan iborat bir sharkatni yaratib berdi, kuch-quvvatni yaratib berdi, namoz o'qiymiz. Bu yaratib berish Alloh taolo uchun xalq deb ataladi, biz uchun kasb deb ataladi. Laha ma kasabat va alayha ma kasabat. Ammo yomon ishni qilay deb qat'iy niyat qilib, o'namdan rasmiy turay deb harakat qilish vaqtida Alloh taolo yomonlik qilish kuch-quvvatni yaratib berdi. Men yomonlikni men qilaman, bu menga iktisob deb ataladi. Alloh taolo xalq deb ataladi. Demak Alloh taolo bizni hech nima qilmagan, majburlamadi. Biz o'zimiz ixtiyor qildik, yaxshi yo'lni o'zimiz tanladik, yomon yo'lni o'zimiz tanladik. Lekin Alloh taolo taqdir degani Alloh taolo qadimda shuni belgilab o'tishi degani Alloh taolo ilmi azali bilan bildi bizni shuni ixtiyor qiladiganligimizni, bu bunda ixtiyor qildi bildi. Bilganlik shuni Alloh taolo yozib o'tgan narsa. Shu taqdir shu yozilmadan tashqi ish bo'lmaydi. Lekin buni sababchisi kimga? O'zimiz. O'zimiz ixtiyor qilganligimiz shunda bo'ldi. Demaydi. Bu shuni bilib olish kerak. Undan keyin vel qadar hamda xayrihi va sharrihi degan gap, ya'ni qazo va qadarning yaxshiligimi, yomonligimi Alloh taolo tarafidan. Hamda ya'ni xayrihi degan majrur mishadigi. Badalun min al-qadar vel qadari xayrihi deb badalun min al-qadar. Badalul ba'd min al-kull. Chunki qadarning hammasidan bo'lmaydi, hammasi yaxshilik qilmaydi, yomonlik qilmaydi. Shuning uchun buni badal ba'd min al-kull deymiz. Xuddi akatu samakata ba'dahu degandek mesela. Milqning ba'sini yedim degandek mesela. Shunda.
ve şerrihi ma'tufun aleyh. Yani qazo va qadarning yaxshilik yomonlik hammasi Alloh taolo tarafidan ekanligi. Endi agar yaxshi bo'lsa hammasi Alloh taoloning fazl marhamati. Yomonlik bo'lsa bu bizniki eskilik qilmoqning sababidan. Yomonlik qilgan sababi bizniki yeni shunimi Alloh taolo yaratib berganda, izni berganda bo'lgan ish. Alloh taoloning kuch-quvvatisiz la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Ruwiye enne Ebu Bekir Sıddık, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile Ömer bin Hattab radıyallahu anh kader, kaza ve kader meselesi de münazilişip kaldı. Münazilişip kaldı rivayet kılındı. Fakat Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh etti. El hasenatu min Allah, yakşılık Allah Teala'dan ve seyyiatu min enfusin, yamanlık bizim üzümüzden bulunduğu etti. Ve kâne Ömer radıyallahu anh yudifu el kulle ilallah. Hemmisini Allah Teala'ya nispet biletti. Fezekera zâlike li Resulullah. Bu işkilen şunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir kılıçtılar. Fekal aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İnne evvele men tekelleme bil kader. Kaza ve kader hakkında gap kaderinin en evveli min cemil halık. Halıkının hemmisi için, mahlukatların hemmisi için Cibril ve Mikail idi. Cibril aleyhisselam'dan Mikail aleyhisselam uşakta tanışmadan idi. Fekâne Cibril aleyhisselam mundağda etti. Misle mekalitike ya Ömer. Ömer, Cibril aleyhisselam senin den yapmanın okşun digen idi. Ve kâne Mikail aleyhisselam Ebu Bekir senin sözünü okşun digen idi. Anladın? Yani Cibril aleyhisselam Ömer radıyallahu anh'daki yakşılık amalık hemmisi Allah Teala yaratır, Allah Teala terpeden. Dese Mikail aleyhisselam yakşılık ne Allah Teala atak kıldı, yamanlık ne mahluklar üzü peyda kıldı. Dep şunda dedi. Fetehâkema ila İsrafil. Bula İsrafil aleyhisselamın kaşığı davalışıp bağlamış köyle. Fakada beynehuma. İsrafil aleyhisselam bu ikisinin oturusunda hüküm koydu. Ennel kadere kullehu hayrehu ve şerrehu minallah. Kaza ve kaderinin hemmisi, yakşılık, yamanlık, hemmisi Allah Teala tarafından hüküm koydu. Thumme kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Andaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ve hâzâ kadâi beynekuma. Minki, sizler işkin min hükümüm bu muşudur bana. Yani İsrafil aleyhisselam kadar hüküm kılgan olsa ben şunda hüküm koymayayım. Thumme kâle. Andaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir. لو أراد الله تعالى ألا يعصى أحد لما خلق إبليس عليه اللعنة. Eğer Allah hiç kiminin لو أراد الله تعالى ألا يعصي أحد. Allah Teala hiç kiminin asi olmasını irade kılgan olsaydı lema halaka iblis. İblis aleyhi la'neni yaratmagan boladı. Dep şunda dedi. Bu hadisni ahrajahul Bezzar fi musnedihi. Ve Tabarani fil Avsat. Yani Bezzar özünün musnedinde rivayet kılgan, Tabarani özünün Avsat'ta Amr ibn Şuayb en Abi en Ceddi'den rivayet kılgan deydi. Ve kâle Haythami fil mecma' Haythami mecma'den kitabı dedi ki Şeyhul Bezzar Es-Sekin ibn Sa'id lem a'rifuhu. Men Bezzar'ın şeyhi Sekin ibn Sa'id'ni men tanımayman. Ve bakiyetul rical Bezzar. Bezzar'ın kalan adamlar hemmesi thiqat, işencilik. Ve fi ba'dihim kelamun la yadur. Bazı hakkında gepler kılıngan lekin o zarar yetkizmeydi o hadisini kelimesi zarar yetkizmeydi o deydi. Hem de hoş, hem de bugünkü dersimiz müşahidci olsun. Vel hisab vel mizan degan inşallah aldığın dersimiz koyulu ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.